Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsda Reactda Hello World dasturini yozamiz. O'tgan darsda Vite orqali React loyiha uchun kerak bo'ladigan fayl va papkalarni yaratib olgan edik. Endi bu loyihaga kerak bo'ladigan kutubxonalarni yuklab olamiz. Buning uchun terminalni ochamiz va npm install komandasini yozib, enter tugmasini bosamiz. Paketlarni yuklab olish biroz vaqt talab qiladi. Ungacha biz o'tgan darsda tanishmagan fayl va papkalarimiz bilan batafsil tanishib olamiz. Birinchisi, git ignore. Bunda loyihani Gitga yuklaganimizda Gitga chiqishi kerak bo'lmagan fayl va papkalar ro'yxatini saqlaydi. Keyingisi readme.md. Bunda loyiha haqida ma'lumot, uni ishlatish va sozlash uchun qo'llanmalar yoziladi. Bizga kerakli paketlar yuklab olindi. Buning natijasida Node Modules papkasi va package.log.json fayli yaratildi. Node Modulesda paketlarning kodlari saqlanadi. Package.log.jsonda esa paketlar bog'liq bo'lgan boshqa paketlar, ularning versiyalari haqida ma'lumotlar saqlanadi. Keling endi loyihani run qilamiz. Buning uchun npm run dev komandasini yozamiz va enter tugmasini bosamiz. Bu localhost 5173-portda ochib berdi. Buni brauzer oynasida ochamiz. Brauzerning qidiruv qismiga localhost 5173 ni yozamiz va enter tugmasini bossak, bizga mana shu ko'rinishni chiqarib beradi. Kodimizga qaytamiz va source papkasi ichidagi app.jsx fayl kontentini o'zgartiramiz. Bunda mana shu qismini o'chirib tashlaymiz. Bu qism ham kerak emas. Buning o'rniga Hello World so'zini yozamiz. Bu qismlar ham kerak emas. Saqlab, brauzerni qayta ochamiz. Mana, sizlar bilan Reactda birinchi Hello World dasturimizni yozib bo'ldik.